Taqdiri qil ustida turgan darama. Ha, xato eshitmadingiz. Bu daramaning taqdiri haqiqatdan ham to'g'ri ma'noda qil ustida turibdi. Chunki bu daramada Kim Suk-hyon va 9 dumli Turkiya afsonasidan Cha Bo-a bosh rollarni o'ynashadi. Daramaning taxminiy nomi soxta bo'lib, u haqida yana to'liq ma'lumotni izohlarda o'qishingiz mumkin. Daramadan umid katta va unga juda ham ko'p pul tikilgan edi. Hattoki bu daramani ikkinchi mavsumi ham rejalashtirilayotgan edi. Darama shu oy chiqishi kerak edi, ammo hozirda Kim Suk-hyon atrofida bo'layotgan muammolar tufayli darama noma'lum muddatga qoldirildi. Agar yaqin orada Kim Suk-hyon o'z nomini oqlamasa, bu darama umuman chiqmasligi ham mumkin. Aktyor esa bu noqulayliklar uchun katta miqdorda jarima ham to'lashi mumkin. Agar siz aktyor atrofida qanaqa muammolar bo'layotganini hali ham bilmagan bo'lsangiz, oldingi videolarimda ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, siz bu voqealar haqida qanday fikrdasiz va ushbu aktyor ishtirokidagi bu yangi daramani ko'rgan bo'lar edingizmi? Fikringizni izohlarda biz bilan bo'lishni unutmang. Obuna bo'ling. Bu yerdagi dramalar haqida ko'p gaplashamiz.